Qanaqa go'zalliklar borligini ko'ryapsizlarmi? Bunga nima deysizlar? Men sizlarga bundan oldin rosa ko'plarni ko'rsatdim. Yana bir boshqachalarni ko'rsataman. Mana gulni qarang. Yaltillashini, tovlanishini qarang. Tilla svetga seri juda chiroyli. Men bu gullarni ko'rsatganman sizga. Sizga ko'rsatib kelmagan narsa mana uni ko'ring. Mana qizilni bitta e'tibor bering o'zingiz. Sal o'zimiz soyam tushib qolyapti, lekin turishi, katsivasi вообще zo'r. Bularni ustunlik jihati bemalol kirmoshniga ham solib yuraveradi. Rangi ro'yi o'chmaydi, o'zgarmaydi. Mana gulni qarang. Вечерний qilib tikadigan bo'lsangiz bor-ku, tiktirib kiyadigan bo'lsangiz, вообще boshqacha narsa bo'ladi. Xohlasangiz bunaqa yashil deysizmi? Mana shu ham turklovlar bo'ladi, yashil. Soyamda ham tovlanishini qarang bularda. Chiroyliligini mana uni qarang. Tilla svetni qarang. Вообще необычныйmi? Sizga men faqat shunaqangi zo'r narsalarni ilinaman har doim. Shuning uchun menga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. O'zingizga yaqin deb bilgan tanishlaringizga ham albatta bu videoni jo'natib qo'ying.